Assalomu alaykum. 3D geometriya kitobi tahlilini davom ettiramiz. Demak, navbatdagi test, 3-test. Demak, mavzumiz uchburchakda burchaklar va ularning xossalari. Xo'sh, demak, 3-test. Demak, bizda 3-testning birinchi savoli. Xo'sh, birinchi savol mana shu. Demak, chizmadan x ni topishimiz kerak. Xo'sh, bu ikkita burchak teng ekan, demak, bularni men a va a bilan belgilayman. Ikkalasi ham bir xil. Xo'sh, bu tengorli bo'lgani uchun asosidagi burchaklari bir xil bo'ladi. Demak, bu ham x ga teng bo'ladi. Xo'sh, x ham DBS uchburchakning tashqi burchagi bo'lyapti. Demak, x teng. Xo'sh, o'ziga qo'shni bo'lmagan ikkita burchak yig'indisiga, ya'ni 27 plus a ga teng. Va shuningdek, xo'sh, 2a plus x mana bu yerda yoyiq burchak bo'lgani uchun bu 180 gradusga teng. Xo'sh, endi bu yerdan men demak nimani topaman? Xo'sh, bundan demak x ni topishim kerak. X ni topishim uchun men xo'sh bu tenglikdan demak x teng 180 minus 2a. Endi bu ikkalasini tenglashtirsam nima bo'ladi? 180 minus 2a teng demak 27 plus a. Xo'sh, bundan undoq sursam, xo'sh, demak nima bo'ladi? Minus 3a teng 27 minus 180 bo'ladi. Bu degani demak, xo'sh, 3 ga bo'lsak minus a teng 9 minus demak 3 ga bo'lsak buni 60. Demak, a'miz demak shunda 51 ga teng bo'lsa, xo'sh, x'imiz teng bo'ladi 27 plus 51. Bundan demak 78 ga teng ekan x'imiz. Bu bizda C javob ekan. Ikkinchi test. Xo'sh, bu yerda to'g'ri burchakli uchburchak berilgan. Mana bu BE mediana bo'lyapti. Mediana xossasiga ko'ra to'g'ri burchakli uchburchakda mana bu ham demak ikki chiziq bo'ladi. Ya'ni bu uchalasi teng bo'ladi. Shunda xo'sh, bu uchalasi teng bo'lsa, demak x necha gradusga teng? Xo'sh. Bizda yana qaysi tomonlar teng? AE esa va BD bilan BC teng ekan. Ya'ni menda mana bu tomonlar ham teng ekan o'zaro. Bu qaysi tomonlar desangiz, demak BD mana bu va BC tomonlari teng ekan. Shunda nima bo'ladi? Mana bu yerdagi burchagimiz, bu yer 40 gradus bo'ladi. Mana bu ikkalasi tengorligidan mana bu yer 50 gradus bo'lsa va bu ikkala burchak shunda bu burchagimiz ham x ga teng. Shunda 2x'imiz teng bo'ladi 130 gradusga. Bundan x'imiz 130 shunda ega bo'lsak 130 ni 65 gradusga teng bo'lar ekan. Bu bizda demak qaysi javob bo'lyapti? Bizda bu E javob ekan. Demak, E javob. Xo'sh, navbatdagi demak 3-test. Mana shu chizmadan demak AC KL bilan parallel, AD bilan BC teng, BAD burchak ham DAC burchakka teng, bunda CBL burchak ham 40 gradus bo'lsa, xo'sh, demak mana buni toping deyapti. Mana bu yerdagi burchakni men demak bu ikkalasi ham teng, bu ham bir chiziq bo'ladi. Bu burchak, mana bu burchak. Mana bu yerdagi burchak bilan ichki almashinuvchi bo'lgani uchun bu burchagim ham 40 gradusga teng bo'ladi. 40 gradus bo'ladi. Bu ham 40 gradus ekan shunda. Mana bu ham 40 gradus. Xo'sh, bu yerimiz demak 80 gradus. Xo'sh, shunda mana bu o'rtadagi burchak demak, xo'sh 60 gradusga teng bo'lar ekan. Bundan demak x'imiz 180 bo'lishi uchun mana bu yoq burchagimiz x'imiz 80 gradus bo'lishi kerak ekan. Xo'sh, demak bizda bu B javob. 4-test. Demak, 4-test. Xo'sh, berilganlarga ko'ra BAC burchakni toping deyapti. Xo'sh, bu ikkalasi teng, demak bu 50 bo'lsa, bular ikkalasi 130, har qaysisi 65 gradusdan bo'ladi. Demak, bu 100, bu 50, mana bu 30. Xo'sh, bu 30, bu demak 115. 115, 30 ikkalasini qo'shsak, demak 115 ga 30 ni qo'shamiz. 145
X'ni topish uchun 180 dan 145 ni ayiraman. Bu ham teng, demak bizda 35 ga. Demak 150 ga 30, mana bu yer 115, 115 ga 30, 145 ayirsam 35. Demak bu ajoyib 35 gradusga teng ekan. X'imiz endi demak 5-test. Xo'p, bu yerda B burchak va C burchak ayirmasi 24 gradusga teng ekan. Shunda men B burchakni B deb olsam, mana bu C burchagimiz B minus 24 bo'ladi. Xo'p, bu x bo'lsa, bu 180 minus x bo'ladi. Xo'sh, yana nima ma'lum menga? Mana bu yerdagi burchaklar teng ekan, demak bularni A bilan belgilab olsam, nima hosil bo'ladi menda? Xo'sh, x ni teng ekan, demak A plus B minus 24 ga. Xo'sh, shuningdek 180 minus x ni teng ekan, mana bu ikkalasining yig'indisi, ya'ni A plus B ga. Shunda A plus B ni o'rniga mana bu yerda A plus B ni o'rniga 180 minus x ni qo'ysam, x teng 180 minus x minus 24 bo'ladi. Bundan demak 2x teng 180 minus 24. Shunda x teng 2 ga bo'lib yuborsam, demak 90 minus 24 bo'lyapti. Demak bu ikkalasini qo'shganimiz, buni demak 2 ga bo'lsa 90 minus 12. Demak u ham teng bo'ladi 78 ga. Ya'ni x'imiz bizda 78 gradusga teng ekan. Bu bizda demak A javob bo'lyapti. Navbatdagi demak 6-test. Bu yerda 3 ta tomon teng ekan. Demak bu ikkalasi tengligidan mana bu ham x tengyorli bo'lgani uchun bu ikkalasi bisektriса bo'lyapti. Bu ham x. Bu tashqi burchak bo'lgani uchun bu 2x, bu tengyorli bo'lgani uchun bu ham 2x. Shunda 5x demak 5x teng bo'ladi 180 gradusga. Bundan x'imiz 36 ga tengligi kelib chiqadi. Bu bizda demak C javob ekan. Xo'sh, navbatdagi demak 7-test. 7-test. Xo'sh, shu belgilarga ko'ra demak bu yerda qaysi tomonlar teng? Mana bu tomonlar teng. B va BC tomonlari teng. Shuningdek, xo'sh, A B va AC tomonlari teng ekan. Va mana bu burchaklar nimaga tengligi berilgan? Endi biz demak bundan x ni topishimiz kerak. Xo'sh, demak bu ikkala tomon tengligidan xo'sh, har bir burchagi 90 minus x taqsim 2 bo'ladi. Bu ham 90 minus x taqsim 2 ekan. Shunda mana bu joyi 63 minus x taqsim 2 bo'ladi. Mana bu uchi esa 102 minus x taqsim 2 bo'ladi. Endi BDC uchburchakdan mana shu uchalasining yig'indisi menda demak 180 gradusga teng. Shuni yozib olaman va shu tenglamadan x ni topaman. Shunda demak bu demak mana bu ham kirib ketadi bunga. Mana shu uchalasi demak nimaga teng bo'ladi? Shunda xo'sh, ikkita mana bunday demak 102 minus x taqsim 2 lik burchak va bitta 63 minus x taqsim 2 burchagimiz 180 ga teng. Bundan demak 204 minus x taqsim 2 plus 63 teng bo'ladi 180 ga. Bundan demak 167 minus 3x taqsim 2 teng 180. Bundan demak 3x taqsim 2 teng bo'ladi 87 ga. Bundan x ni topsam, demak 87 ni ko'paytiraman 2 ga, bo'laman 3 ga. 87 bilan 3 demak 29 bo'ladi bu. Bundan so'ng 2 ga ko'paytirsam 58 chiqarkan. Bu bizda C javob ekan. Demak, to'g'ri javob bizda C. Demak, navbatdagi 8-test bizda demak AH va BC perpendikulyar. BH, BC va AD o'zaro teng.
bo'lsa, demak A'da burchak ham 99 gradus ekan. Bu yerdan demak X burchakni topishimiz kerak. Xo'sh, buning uchun demak men bitta to'g'ri chiziq o'tkazaman. Qanday to'g'ri chiziq bo'ladi? Mana bunday. D'dan Hgacha bo'lgan to'g'ri chiziq o'tkazaman. Mana shu to'g'ri chiziqni o'tkazsam, nima hosil bo'ladi? Bu ham demak ikki chiziq bo'ladi. Mana bularga teng bo'lgani uchun. Xo'sh, demak, bu ikki chiziq bo'ladi. O'z-o'zidan mana bu ham tenglik bo'lgani uchun bu ham x ga, bu ham x ga. Mana bu tashqi burchak bo'lgani uchun bu 2x ga teng bo'ladi. 2x ga teng bo'ladi. Bu joy ham perpendikulyar bo'lgani uchun 90. Unda bu 90 plus x bu burchak. Narigi ikkita burchak ham teng. Demak, 180 dan 90 plus x ni ayirsak, 90 minus x bo'ladi. Uni ham demak 2 ga bo'lsak, 45 ayirish x taqsim 2 gradusdan bo'ladi har bir burchagi. 45 ayirish x taqsim 2 gradusdan. Endi mana shu yoyiq burchak 180 gradusga tengligidan, ya'ni 99 plus 45 ayirish x taqsim 2 plus 2x teng 180 ga bundan x ni topsam, demak 3x taqsim 2 plus 99 plus 45 teng 180. Buni 3 ga bo'lib yuborsam, ikkala tomonni ham x taqsim 2 plus 33 plus 15 teng 60. Bundan demak x taqsim 2, bu ikkalasini qo'shsak 48, bundan ayirsak demak nima hosil bo'ladi? 12. Bundan x imiz demak 24 ga teng ekan. Xo'sh, bu bizda demak B variant bo'lyapti. Navbatdagi bizda 9-test, demak 9-testda AH va DS teng ekan va AD bilan BD teng ekan o'zaro. Xo'sh, demak AH va DS ni tengligini yozib qo'yay bu yerga, belgilab qo'yay, ya'ni uni qanday belgilayman? Demak, u AH'imiz mana bu. Xo'sh, DS mana bunga teng. Endi bu yerdan bitta to'g'ri chiziq o'tkazaman. Ya'ni D to'g'ri chiziqdan, D nuqtadan BC asosga perpendikulyar o'tkazaman. BC asosga perpendikulyar o'tkazsam, demak bu qanday bo'ladi? Bunda demak 90 gradus bo'ladi u ham. Va buni DK deb belgilab olay. Shunda DK to'g'ri chiziq mana bu BAH uchburchak uchun demak o'rta chiziq bo'lyapti. Ya'ni mana bu AB tomonini 2 ga bo'lyapti va perpendikulyar bo'lgani uchun BH tomoni ham 2 ga bo'ladi. Endi bundan nima kelib chiqadi? Bundan demak buni uzunligi mana bu AH ni uzunligini yarmiga tengligi kelib chiqadi. Men AH ni qandaydir bir 2K deb belgilasam, buni uzunligi K ga teng bo'lib qoladi. Shunda bu to'g'ri burchakli uchburchakda bir gipotenuzasi K ga, ikkinchisi bir kateti K ga, gipotenuzasi 2K ga teng bo'lsa, demak 2 barobar kichkina gipotenuza qarshisida qanday burchak yotadi? Demak bu x imiz demak 30 gradusga teng bo'ladi. Ya'ni gipotenuzani yarmiga teng katet qarshisida hamisha 30 gradusga teng burchak yotadi. Bundan demak x imiz 30 gradusga tengligi kelib chiqadi. Bu bizda demak D javobda berilgan ekan. Xo'sh, 10-test. 10-test ABC uchburchakda AY, YD va DS tomonlari teng ekan. Xo'sh, shuningdek BDI 70 gradus, AC 65 gradus bo'lsa, BAC X burchakni toping deyapti. Demak, bunda ham men bitta to'g'ri chiziq o'tkazaman. To'g'ri chiziq qanday bo'ladi? Demak, D dan AC tomonga mana bu ikki chiziqqa teng bo'lgan to'g'ri chiziq o'tkazaman. Demak, bu ham teng bo'lar ekan mana bu ikki chiziqqa. Xo'sh, demak, bu ham ikki chiziq, ya'ni mana shu tomonlarga teng. Shunda bu burchagimiz 65 gradus bo'ladi. Endi demak 65 deb belgilab qo'yay. Endi mana bu chiziqlarni tutashtiraman. Ya'ni buni nuqtani belgilab olayman.
Xo'sh, buni ham demak tashlasam, hni tutashtiraman. Xo'sh, buni tutashtirsam, menda nima hosil bo'ladi? Demak, bu yerdagi burchak 65, 65, 110, 110 bo'lsa, 130, ya'ni bu yer 50 bo'ladi. Bu yer 50 gradus bo'lsa, mana bu o'rtadagi burchak 60 gradusga teng bo'ladi. Bu ikkalasi teng yonli bo'lsa, demak, qolgan burchaklar ham 60 gradusdan bo'ladi va bu teng tomonli uchburchak bo'lib qoladi. Shunda mana bu EH ham ikki chiziq bo'lar ekan. Va bizda bu 60, mana bu x bo'lsa, bu tengyonlikdan bu burchagimiz ham x ga tengligi kelib chiqadi. Shunda mana bu yorq burchakdan bemalol nimani topishimiz mumkin? Noma'lum burchakni. Demak, x plus 125 gradusimiz teng ekan 180 ga. Bundan demak x'imiz 180 minus 125. Bu demak 55 ga teng ekan. Bu bizdan B javobda berilgan. 11-test. Demak, navbatdagi testimiz ABC uchburchakda AB va DC tomonlari teng. ABC burchagi 32 gradusga teng bo'lsa, demak, mana bu x burchakni toping deyapti. Xo'sh, bu ikki tomon tengligidan mana bu yeri 74 gradusga tengligini bilib olaman. Endi xo'sh, to'g'ri chiziqni qanday o'tkazishim kerak? Demak, xo'sh, bu kabi misollarda demak A nuqtadan demak ADga teng bo'lgan va BC asosga tushadigan to'g'ri chiziq o'tkazaman. Ya'ni bu ham ADga teng ekan, buni men belgilab olaman. Demak, buni H nuqta desam, bu yer ham 74 gradus bo'ladi. ADga teng bo'lgani uchun, ya'ni bu ikkala tomon teng ekan. Endi xo'sh, bundan demak 74, 74. Xo'sh, bu ikkala tomon teng. Xo'sh, demak nima hosil bo'ladi mendan? DC va AB teng. DC bilan AB teng. Ya'ni xo'sh, bu tomon bilan demak, bu tomon bilan B tomon bilan AB tomon bilan DC tomon teng. Xo'sh, shuningdek, mana bu ikkita tomon ham teng bo'ldi. AD bilan demak, mana bu tomonlar teng. Xo'sh, endi nima hosil bo'ladi? Demak, bizda xo'sh, bu yerda demak e'tibor beramiz chizmaga. Xo'sh, bu tomon demak, bu tomonni men A desam, bu tomonni B desam. Xo'sh, shunda bu tomoni A plus B bo'ladi. A plus B. Demak, buni qarshisidagi burchak mana bu tomon qarshisidagi burchakka teng. Va shuningdek, yana nima bor bu yerda? Ikkala burchak teng bo'lyapti. Demak, bu ikkala tomon ham teng degan. Ya'ni bu yer A, bu yer B bo'lsa, o'z-o'zidan mana bu yer ham B ga tengligi kelib chiqadi. Xo'sh, demak, bu yerda nima hosil bo'ladi? Teng yonli burchak hosil bo'ladimi? Ya'ni x'imiz shunda 32 gradusga teng ekan bu yerda. To'g'ri javob bizda demak, xo'sh, to'g'ri javobimiz 32, bu B varianti ekan. Demak, to'g'ri javob B. Xo'sh, demak bizda 12-test. Mana shu uchburchakda demak x necha gradusga teng deyapti. Xo'sh, bundan x ni topish uchun nimalar berilgan? Demak, sektrisa berilgan. BAC 75 gradusga teng ekan. Mana bu burchak, ya'ni mana bu umumiysi x va mana bu yerdagi burchakning umumiysi 75 gradus bo'lsa, demak
35, mana bu 75, mana bu shunda 110, mana bu ham 70 ga teng bo'larkan. Shunda har bittasi 35 dan bo'larkan. 35 gradusdan bo'larkan. Endi mana buni o'chirib turaman. Demak, ikkalasi umumiysi 75 gradusga tengligini bilaman va AB teng 2C deyapti. Ya'ni mana bu tomonlar orasida bog'liqlik bor. Qaysi tomonlarki? Demak, mana bu AB inchkoroq qilay. Demak, AB va CD tomonlar o'rtasidagi bog'liqlik. Demak, bu buni ikkilanganiga teng ekan. Ya'ni bu 2A bo'lsa, mana bu A ga teng. Endi men buni bog'lashim uchun, bu ikkala tomonni bog'lashim uchun mana bu uchburchakning, demak, umumiy uchburchakning o'ng tomoniga 2A ga teng bo'lgan tomon tushirishim kerak. 2A ga teng bo'lgan tomon tushirsam va tutashtirsam, bu asos bilan mana shunday qilaman. Demak, bu nuqtani men ham E nuqta deb olay. Xo'sh, bu 2A ga teng, bu ham shunda buni ham mana bunday bog'liqlik bilan belgilab olaman. Ya'niki xo'sh, mana bunday. Endi ko'ryapti. Endi qiladigan ishim nima bo'ladi? Bu A, bu A. Ular 35 gradusdan. Xo'sh, bizda demak bu ikkalasi tengorli bo'lgani uchun mana bu burchagim ham 35 gradus bo'ladi. Demak, bu ikkalasi mana bu yerdagi burchak 35 va bu yerdagi 35. Shunda bu ikkala burchak tengligidan, demak, bu ikkala burchak tengligidan nima hosil bo'ladi menda? Mana bu ikkalasi teng ekan. Tengligidan mana bu ikkita tomon A va 2A, mana shu ikkita tomon parallelligi kelib chiqadi. Bu parallellikdan demak foydalanmoqchi bo'lsak, mana bu yerga D nuqtadan, demak, D nuqtadan BC tomonga A'dan davom ettirsam, o'sha u AH bo'ladi. Demak, H deb olay. AH, demak, AH'imiz endi mana bu uchburchakka e'tibor beramiz. AH Y uchburchagida bu 2A, bu A bo'lyapti. Ya'ni buni yarmi. Shunda bu o'rta chiziq bo'ladi. DC to'g'ri chizig'imiz bu uchburchak uchun o'rta chiziq demak bo'lsa, o'rta chiziq bo'lsa, mana bu ikkita tomon teng bo'ladi. AD va DH teng bo'ladi. Endi DC kesmaga e'tibor qiling. DC kesma ham bisektrisa bo'lyapti. Ya'ni mana bu burchak 2 ga bo'lyapti, ham mediana bo'lyapti. Demak, mediana va bisektrisa bir to'g'ri chiziqda bo'lsa, bitta bo'lsa, bu perpendikulyar, ya'ni balandlik ham bo'ladi degan. Endi bundan nima kelib chiqadi? Bu perpendikulyar, bu 35 gradus bo'lsa, mana bu yerdagi burchagimiz, demak, bizda 35 ni yon tomonda 90 bo'lish uchun bu yerda 55 gradus bo'lar ekan. Endi bu umumiy burchagimiz, ya'ni mana bu yerdagi umumiy burchak dastlab berilgani qanchaga teng edi? 75 gradusga teng edi. Demak, buni umumiy burchak 75 ligidan x plus 55 imiz 75 ga tengligi kelib chiqadi. Bundan x imiz demak 20 ga teng ekan. Xo'sh, bu bizda demak qaysi javob bo'ladi? Bu bizda Y javob bo'lar ekan. Ya'ni x imiz 20 ga teng ekan. Xo'sh, demak, shuning bilan biz 3-test tahlilini ham ko'rib o'tdik. Bu test yechimlari albatta Telegram va YouTube kanallariga joylanadi. Telegramda buni mana shu yozma yechimni sifatli PDF holatida topishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting, yechimlarni berib borishda davom etamiz.